aziz YouTube kuzatuvchilarni, bizning obunachilarimiz diqqat markazimizda punktga yetdi. Surxondaryo Janqo'rg'onga Bahrom akamizga kirdik. Assalomu alaykum Bahrom aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, mana shu do'kon haqida qayerga bordingiz? Kimga murojaat qildingiz va necha kunga keldi, necha kunga qurib bitirdi va pullari bu yerda adresini to'liq o'tkazdi. Samarqandga kategoriyaga bordik. Navro'z aka bilan ishlashdik kechqurun. Mana yigitlar va'da bergan paytda va'da bergan pulni oldi. Do'kon ochgan yigitlarimizga hammasi super, zo'r bo'ldi. Rahmat aka. Xudo xolasa akamiz xuddi mana shu joyda qishda qorlarda hali obzorlarini tashlaymiz. Juda ham qiynalib o'tdi mana shu joylarga. Xudo xolasa manaki o'zini ko'nglidagidek juda ham chiroyli do'kon bo'ldi. Akajon, ko'p yillar mobaynida mana shu do'konimiz xizmat qilib bersin. Juda ham ko'p pullar. Endi qolgan joyini obzorda qilib o'tamiz. Sinchvani 7,5ligi, 7,5lik xomi 10ligi qismida juda ham chiroyli. Oldilari rebel kombinatsiya bo'ldi mana bu tomonda. Oldida dodiviy shisha, temir zamonlari diagramizda bu qatorli polga ikkita forchkasi bor, juda ham chiroyli, sifatli mana bu. Kirsangiz ichkari juda ham energiyasi boshqacha. Xudo xolasa mana shunaqa do'konlarda kerak bo'ladigan bo'lsa, ilgari pastga bo'lmaymiz. Oldiramiz uning ko'rikda mutlaqo dastavkalarimiz bepul. Aloqaga chiqinglar. Keyingi manzilimiz sizning mahallangizda bo'lishi mumkin. Sog' va omon bo'ling.